Angliya mavsumiy ish, og'ir ish sharoitlari, noqulay karavanlar hamda faqat qiyin ishdan iborat deb o'ylayotgan bo'lsanglar, qisman adashayotgan bo'lishinglar mumkin. Chunki sizlar oldindan qaysi firmaga, qaysi shaharga va qanaqa shart-sharoitga tushishinglarni bilmaysizlar. Bizga kelib tushgan firmada bino ichida asosan qadoqlashda ishlaymiz va sharoitlari juda ham yaxshi bo'lgan Britaniya uylarida yashaymiz. Xuddi bizga o'xshagan firmalar ham bor ekan, lekin buni nimagadir hech kim yoritib bermaydi. Shunchaki ularni blok yurgizishga vaqtlari yo'q. Aytgancha bizga shaxsiy haydashimiz uchun mashina ham taqdim etishgan. Lekin holat aksincha bo'lishi ham mumkin. Rostdan ham ba'zi birovlar juda ham holati yomon karavanlarda yashab, og'ir ishlarda ishlashadi. Bunaqa holatlar borligini ham rad etib bo'lmaydi. Biz kelishimizdan oldin juda ham ko'p istig'forlar etib, Allohdan yaxshisini so'rab kelganmiz va niyatimizga yarashasini olganmiz. Boshliqlarimizning o'zlari va munosabatlari bizga juda ham yaxshi. Shuning uchun ikkinchi yili ham aynan shu firmaga ishlashga keldik. Agar o'rtacha oyliklarimiz qanchaligini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga plyus belgisini qoldiringlar. Men sizlarga o'rtacha oylik ish haqlari to'g'risida keyingi videolarimda javob beraman.